Nega LED lampalar o'chiq holatda ham miltillab yonadi? Sizda ham shunday bo'lganmi? Chiroqni o'chirdingiz, LED lampa miltillashda davom etyapti. Bu arvohlar ham emas, mistika ham emas. Hozir nima bo'layotganini tushuntiraman. Svetodiod lampalar eng kuchsiz toklarga ham juda ham sezgirdir, shuning uchun o'chib yonishi mumkin. Agar sizda yoritgichli o'chirgich bo'lsa, baribir ozgina tokni o'tkazadi. Bu lampaning qisqa yonishi uchun yetarli. Ba'zida o'chirgich emas, yaxshi ulanmagan sim yoki yerga noto'g'ri zazemleniya bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Hamma narsa o'chirilgan bo'lishi mumkin, lekin baribir lampa kichik signal oladi va miltillab yonadi. Nima qilish kerak? Avvalo o'chirgichdan yoritgichni olib tashlang yoki kondensator o'rnating, u ortiqcha kuchlanishni olib tashlaydi. Yoki sifatliroq lampochkaga almashtiring. Foydali bo'ldimi? Unda profilimizga kiring va ko'proq maslahatlar oling. Lampochkalar bo'lsa, unda faqat счетчик uz.